Komatsu 210 ekskavatori sotiladi. Akalar, ko'ldan ishdan chiqib tayyor holatda, motorlarida, asosiysi ashi enshilarda hech qanaqa ayblari yo'q. Sizlarga aytadiganimiz, seriyalarda umuman gram ham yorug'i yo'q. Ishga tayyor holatda, xullas, olib borib foydalansalaring bo'laveradi. Xo'p, bir kublik kavushi bor, mana ko'rib turibsizlar. Bularda o'zi bir donagina kavushi bo'ladi. Asosiysi, mana ular nima deyadi Jasurbek? Palis butulkalar hamma narsasi qilingan, shaqir shuqur ba'zida o'ynab turadi, unaqa holati yo'q bularda. Hamma yo'g'i joy-joyida. Xullas, olib borib ishlatgani tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming dollar kami bor aytilyapti. Xudo xolasa 20 oy o'zini pulida hech qanaqa foizsiz rastaroshkasi bor ekan. O'zlaring kelishib, telefon qilib olsalaring bo'ladigan joyi. Xullas, manzilga keladigan bo'lsak, Namangan viloyat Mingbuloq tumanida turibdi. Bemalol akalarga telefon qilsalaring, sizlarga olib kelib ko'rsatib, texnikani holatini ham polniy soz holatda ko'rib, minib, olib borib baraka topadigan joyi. Tayyor, ishga tayyor texnikani sotib olib, xudo xolasa, nima deydi? Aka 20 gektar ko'l ochmoqchisiz-ku. Ekskavatorchi ezib boryapti, ertalab borib olib kelgani. Bitta olib qo'ying, maza qiladigan joyi ekan mana shu. Motorida umuman muammo yo'q. Bitta yurgizib berasizmi? Akalar, yurish holatlari, motorini ham ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa muammosi yo'q. Olib borib foydalanadigan joyi. Texnika soz holatda bemalol aloqaga chiqaverasizlar.